hovlimiz sotiladigan 602 sotiq. Mana chipon. Hozir shuni video obzorini qilib beramiz. Mana hozir 602. qor bizada juda ham ko'p bo'ladi. Keyin Sen jim tur, gapirmay tur. 4 ta mashina bemalol sig'adi yo'lakka. Mana hozir bittadan kirib ko'rsatamiz. Mana bu eshikdan kiramiz. Koridorcha. Mana o'ng qo'lga kirsak, koridor kirsak, bu oshxona. Mana oshxona. almashtirmoqchimiz. Направление. Jim tur dedim. To'rga uzunasi 8. Mana arkani akfa qilsa naryoq ham bitta xona bo'ladi. Kim xohlasa. Bitta dodamiz yotadilar. Televizor ko'rib, dam olib. Mana bu birinchi oshxona. Mana shu arkaga bitta akfa qo'yib yuborsa, bitta xona bo'ladi. Mana koridorga chiqdik. Bitta vanna tualet. Umuman bitta Svet yoqadi. Bu yerda hoj jimjim. Bitta zalga kiramiz. Oy. Tak, zalimiz qancha edi? 4 ga 7,5. 4 ga 7,5 mana. Mana ishkop, taxmollar. Bu oddiy ishkop emas. Mana ishkop, mana bunisini ochsak, bu eshikni ochsak, sehrli spalniga kiramiz. 4 ga 4 bit spalni. Mana 4 ga 4. Mana romlar hammasi nemetskiy texnologiyada bo'lgan. Mexanizmlar hammasi nemetskiy. Tak, endi hozir hovliga chiqamiz-da. keyin oshxonani qilamiz. Sen jim tur, gapirmay tur. Men kichkina onaman. Jim tur, video cho'zilib ketmasin. Kichkina onaman. Uzmasdan olamiz-da videoni. Почти. Tak, bu yerdan hovliga chiqdik. Mana voyga hovlimiz. Mana. Hozir endi bu yoqda oshxonadan davom ettiraylik. Mana bitta tualet, o'zbekcha yerli tualet. Mana nevaram qilgan ish. Buni ichini olmaylik, yerli, ya'ni o'zbekcha tualet. Bitta oshxonaga kiramiz, bitta xona. Mana bitta. Hozir besh payratga qarab bo'lmaysizlar. Xontaxta qo'yib o'tiradigan joy. Mana bit oshxona. Tez obzor qilib o'sha shoshilinch uchun. Mana oshxona. Mana o'rtada davol bormi? Bu nesushi emas. Mana shuni olib tashlab arka qilib qo'ysa, bitta katta xona bo'ladi oshxona. Nima qilib tashlading, Muhammad? O'ylasam oyingdan hozir. Obbo. Mana endi bu yerdan bu yoq tarafga mana bitta katta zalimiz bor. Tak. Bet qancha edi? 7 ga 11 edi bet. 7 ga 11 mana uzun zal. 7 ga 11. Mana endi bu yoqqa o'ng tarafda eshikka kiramiz. Hozir bitta kirganda o'zi zol bo'lgan, bet spalniy qilib olishgan. Mana bet qancha edi? 4 ga 6 edi bet. 4 ga 6, mana bitta 4 ga 4 detskiy. 4 ga 4 detskiy bet. Tak, endi bittan 4 ga o'tamiz. Bitta oshxona. Oshxona bet.
Bet qancha edi? 4 ga 6 midi? 4 ga 6. Mana bet oshxona bo'lgan. Hozir oshxona ishlatilmaydi. Oshxona. Mana kotelniy. Mana vanna, tualet. Kattagina. Mana to'sib basseynga qazgan edik, ko'mvordik bolalardan qo'rqib. Mana. Tak. Mana betdan chiqsa bo'ladi. U yoq hovliga. Mana betdan chiqsa ham bo'ladi. Oyoq kiyimimiz bu yoqda. Shuncha bu yoqdan qaytib chiqamiz. Endi biz bloger emasmiz. Obzorni endi qo'ldan kelgancha o'zimiz qilamiz. Uyda oynani ko'rsatmadi. Qoch. Voy. Ya katul shartmas mana bitta shiypon, ayvon. Bu qancha edi? 4 ga 11 mida shunaqa edi. But plashatda. Mana. Butga basseynga. Uy o'zimning nomimda, kadastr hammasi bor. Stannoy ishi. Tartsoyda. Bu yoq tupik. Mana bu yoq tupik. Fasad 29,5 ga. Yo'q 22. Samarqand darvozasida joylashgan. Samarqand darvoza, Termiz ko'cha. Hop, qanaqa ma'lumot beray? Olti ikki sotu. Uy sharoiti yaxshi, zo'r. Men 64 ga kuzda chiqaman. O'zim shu yerda tug'ilganman. Uy o'zimning nomimda. Dokument hujjatlarida hech qanaqa muammo yo'q. Narxiga kelsak, $350 davomida kelishadigan joyi bor. Sunnatiga o't beriladi. Qiziqqanlar telefon qo'ng'irasizlar. Mana shu hovli. Endi bizning bitta ma'lumotimiz bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'za Ramazon kunlari hamma qo'ldan kelgan yaxshilikni qilyapti. Biz ham qo'limizdan keladigan yaxshiligimizni kim reklama qila olmayotgan bo'lsa, sotiladigan uylarini biz tekinga reklama qilib beramiz. Reklamaga chiqarib beramiz. Faqat sharti bo'ladi, uy o'ziniki bo'lishi kerak bo'ladi. Dokumentlarda muammo bo'lishi kerak emas bo'ladi. Sotiladigan uyni keyin haqiqiy sotiladigan narxini aytish kerak bo'ladi. Telegram kanalimizga tashlaylik. Hamma tashalganlarni Instagram, YouTube kanallarimizda qo'yib boramiz. Tekinga reklama bo'ladi. Bu bizning qo'limizdan kelgan yordamimiz bo'ladi.